Assalomu alaykum. Oddiy chatbot emas, sun'iy intellekt chatbotda Staritoka kompaniyasiga ham qo'yib berdik. Hozir ustozimiz millioner Ibrohim Qur'onovdan o'tib olamiz. Assalomu alaykum Ibrohim aka. Kattakon rahmat. Bepul qildingizmi ish qilib bizga? Yo'q. Pulni to'lashdimi? Tamam. Hozir men o'zim ham xabarim yo'q edi. Bizning talabamiz IT universitetining 3-kursidamiz. 3-kursdagi talabamiz allaqachon sun'iy intellekt yordamida chatbot yaratib, do'stlar bilan birgalikda birinchi navbatda meni kompaniyamni pulga tushiribdi. Lekin men bu pulni to'lashdan juda xursandman, chunki hozir hamma top menejerlardan telefon qilib so'radim, qalay desam agar bo'ladimi yo yomonmi desam agar zo'r dedim. Chestno slovo, men o'zim ham kutmagandim. Yo'q dedim, shu Samandar bola rostdan ham zo'r narsa sizlarga qilib berdimi dedim. Sen ishonmadim rosti. Lekin aytishdi zo'r ekan. Uni nima zo'r foydasi bor? Masalan, o'sha ijtimoiy tarmoqlarda sizga kommentariy yozadimi, plus yozadimi, reaksiya qoldiradimi, o'shalarni hammasini chiroyli qilib, gapga tortib, asta-sekin telefon raqam, kontaktlarni olib qolib, CRM ga darhol ulab berar ekan. Oldinlari kunlar davomida, 2-3 kun davomida bizni kontaktlarimiz hech kim ularga aloqaga chiqmasdan qolib ketardi. Hozirda esa darhol CRM ga o'tgani sababli u CRM dan call centerga o'tyapti. Call centerdan qizlar o'sha telefon qilib 10-15 minut ichida har qanday lead обработка bo'lyapti. Bu degani issiq klientni joyida biz обработка qilyapmiz. Klientdan endi leaddan klientga aylantiryapmiz, ya'ni pulini olyapmiz va xizmatimizni ko'rsatyapmiz. Shuning uchun Samandar, kattakon rahmat, qilgan ishlaringizga rozi bo'ling. Skidkalarni yaxshini kutib qolamiz. Kelajakda yana innovatsion razraботкаlar bo'lsa, birinchi navbatda bilasiz kimda test qilishni. Xudo xolasa, agar kimgadir foydasi tegsa agar, biz ham xursand bo'lib qolamiz. Talabamizni qilayotgan ishlari O'zbekistonning tadbirkorlariga olg'a yurishga kattakon yordam bo'ladi degan umiddaman. Yana bitta narsa, shoshib qoling Samandar bilan ishlashga, chunki hozirgina ularga maslahat berdim. O'zbekistondan srochni chemodanlarni tayyorlab, magistraturaga Amerikaga yoki Yaponiyaga borib, o'sha yerda bizneslarni bundan keyingi darajasiga olib chiqishga maslahat berdim. Chunki bozor katta u yerda. Bizda leadning narxi bilsangiz 10 sent, u yerda $12. Ya'ni 2-3 ming foiz yaxshiroq. Shuning uchun u yerda bozor kattaroq, klientlar ko'proq, talab O'zbekistonga nisbatan ming marta yaxshiroq. Shuning uchun do'stim, omad ishlaringizga. Endi 15% kompaniyada IDUga, to'g'rimi? Xudo xolasa birinchi millioner talabalarimizdan bo'ladi degan umiddaman.